Martina. Belki bir gapim bor. Agar opa so'rasa, sumkani och. Och, qamatib beraman. Pishgan go'sht olib ketyapsan. Och. Qamatib beraman. Och. Och. Martina, mazang qotiraman. Och. Och, pishgan go'sht qayga olib ketyapsan? Choyga? Mana, qayga olib ketyapsan pishgan go'shtni? Maniki, pishgan go'sht. Nima qilgan? Qayga olib ketyapsan? Choyga olib ketganimi? Mana chiqib ketib olasizlar-ku. Chiqqanim yo'q. Qayda turish kerak go'sht? Xolodilnikka solaman hozir. Ketdingmi, ketasan naxoy. Endi ketasan. Opa, nima qilgasan bu? Ketasan. Qayga ketyapti shuncha pishgan go'sht? Mana ko'ringlar guvoh. Shuncha pishgan go'sht ketib boryapti. Paketda zang'illab. Qayga ketyapti shuncha pishgan go'sht? Mana qayga ketyapti shuncha pishgan go'sht? Qamataman, Martina seni. Qamataman meniki. Mana shuncha guvohlarning ichida. Meniki. Ey, nima bola, haqni hechdan qo'rqmaysizlarmi? Mana Go'sht, chiqar, paketni yirtib chiqar. Yirtib chiqar. Kecha bolalar och qoldi. Bu nima turish? Nima bu? Kim yeyapti buni? Kim aytdi senga? Kim aytdi olib ket deb? Kim aytdi? Milsa chaqiraman, qamatib beraman. Kim aytdi? Kim aytdi senga olib ket go'shtni? Qayga olib ketyapti? Qayga olib ketyapti? Qamataman, qo'qaman hammangni. Choyga mehron. Qayga? Qayga ketyapti go'sht paketda? Choyga ketgan. Qayga ketyapti? Kecha bolalar och ketdi. Yenglar, insofi bilan yenglar. Insofi bilan qirib yemanglar. Yetim bor, sag'ir bor, bola bor bu yerda. uyalmaysiz. Uyalmaysizlarmi? Qirib yema, hey.